Assalomu alaykum. Annyeonghaseyo. Sizlar bilan koreys tilini noldan o'rganishning 11-darsiga yetib keldik. Inshaalloh shu paytgacha o'rganganlarimizni yaxshi o'zlashtirgansizlar degan umidda yana bugungi darsimizni boshlaymiz. Hop, bugungi darsimiz qo'shimchalar, oddiygina qo'shimchalar, ibora va so'zlar bog'lovchilarni o'rganadigan darsimiz bo'ladi. Bular birinchi o'rinda 주세요 hamda ikkinchi qo'shimchamiz hago va va qo'shimchalari bo'ladi. Bularda nima qo'shimchaligini endi sekin o'rganib chiqamiz. Qani bo'lmasam boshladik. Bismillah. Xo'p, kelinglar, darsimiz boshlashdan oldin ushbu suhbatni biroz tushunib olaylik, tushuncha hosil qilib olaylik. Xo'p, bu yerda ikki kishi suhbat quryapti-da. A gapiryapti. Chiuge hago, bugun o'rganadigan qo'shimchamiz, 연필 주세요. Bu ham bugun o'rganadigan qo'shimchamiz. Chiuge hago 연필 주세요 desa, bunga javoban desa ne yogi 있어요 deyapti. Xo'p, endi bu yerda nima degan suhbat ketdi? Tarjimasi nima bo'ldi deydigan bo'lsak, chiuge deb bilardik. Chiuge bu o'chirgich degani edi. O'chirgich degani edi. Endi hago degani bu bog'lovchi qo'shimcha hisoblanib va hamda bilan degan ma'noni bildiradi. Yonpilni bilamiz, bu yonpil qalam. Chuseyo degan so'zi esa gapni yakuniga kelayotgan chuseyo degani bering degan tarjimani bildiradi. Endi umumiy gapni oladigan bo'lsak, bu yerda o'chirgich hamda qalam bering deb bu yerda ko'rib turganimizdek qiz mijoz sotuvchidan so'rayapti ekan. Endi bu yerda sotuvchini bi deb olar ekanmiz. Ne degani bu ha tasdiq so'zi edi. Yogi issoyo degani ma'na marhamat degan tarjimani beradi. O'zi asli birma-bir tarjima qilib chiqsak boshqa ma'no keladi-yu, lekin bizning gaplashish, suhbatlashish mentalitetimizga tarjima oladigan bo'lsak, mana marhamat degan tarjima qiladi desak bo'ladi. Xo'p, ketdik, endi asosiy mavzularni boshlaymiz. Xo'p, birinchi mavzuyimiz bu chuseyo edi. Chuseyo qo'shimchasi edi. Bu qo'shimcha, oddiy qo'shimcha hisoblanadi-da. Bu ot so'z turkumiga qo'shilib kelib, biron predmetni so'raganda ishlatiladi. Biron predmetni so'raganda ishlatiladi. Tarjimasi esa beringga to'g'ri keladi. Endi xo'p, ot so'z turkumiga qo'shilib kelar ekanda, ot so'z turkumimizning pattimi bo'lgan taqdirda chuseyo, bo'lmagan taqdirda ham chuseyo. Demak, nima ekan? Pattimga qaralmas ekan. Xo'p, chek chuseyo, chek kitob edi. Kitob bering degani bo'lyapti. Hop, bunisida esa chiuge chuseyo. Chiuge edi. Bundan oldingi nimada yozdik? O'chirgich bo'ldi. O'chirgich yana bering degan ma'noda kelyapti. Xo'p, demak, pattimlarga qaramasdan chuseyoning o'zi qo'shilib ketar ekan, faqat qaysi ot so'z turkumiga. Menimcha tushunarli bo'ldi. Bu oddiygina qo'shimcha hisoblasak bo'ladi. Grammatika yoki qanaqadir nima emas. Xo'p, endi bularni mashq orqali biroz mustahkamlaymiz. Xo'p, mana bu qo'lda ko'z bering degan ma'noni olsak bo'ladi. Qaychi bering degan ma'noda kelyapti bu rasm. Endi bu yerda bizga ko'rsatyapti kawi so'zimiz bu qaychi degani bo'ladi. Buni lug'atiylarga yozib qo'yishlarini maslahat beramiz. Endi esa chuseyo hozirgina o'rgangan qo'shimchamiz bu bering degani edi. Qaychi bering. Xo'p, kelinglar, endi bularni o'zimiz yozib ko'ramiz. Bu yana bering iborasi ishlatgan holda hisoblanyapti. Bu esa ko'rib turganimizdek
orqasida o'chiruvchi bor ekan. Demak, bu qalam. Qalamni nima der edik? Qalamni biz yonpil der edik. Yonpil. Endi bering bo'lsa yana chusayo. Yonpil chusayo. Yonpil chusayo. Yonpil chusayo. Endi qaranglar, sotuvchilarda bundan oldingi slaydda ko'rganimizdek, qanaqadir sotuvchidan so'raydigan bo'lsak yoki kimdandir iltimos qilayotgan bo'lsak, berayotganda javobi odatda yogi issoyo bo'ladi. Bundan oldingi slaydda ko'rganinglardek, yogi issoyoni tarjimasi esa mana marhamat. Odam biron narsani so'ragan odamga berayotganda bizda mana marhamat degan ma'noda so'z ishlatadi, to'g'rimi? Xuddi shu so'zi mana marhamat yogi issoyo bo'ladi. Xo'p, endi kengisida yana bu qo'shimchamiz bering ma'nosida. Bu esa daftar bo'lyapti. Daftarda nima der edik? Daftarda biz ko'ngchak der edik. Endi ko'ngchak bo'lsa yana bering ma'nosi chusayo. Ko'ngchak chusayo. Nima bo'ldi? Daftar bering degan gap bo'ldida. Endi bunga javoban yana nima der ekanmiz? Yogi issoyo. Yogi issoyo emas. Mana yana marhamat. Mana marhamat degan javob bo'ldi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Chusayo bu oddiygina qo'shimcha otlarga qo'shiladi va biron predmetni so'rayotganda ishlatamiz. Tarjimasi esa beringga to'g'ri keldi. Xo'p, kelinglar endi bu mashqlar orqali yana ham mustahkamlaymiz. Xo'p, bu pogi degani o'zi asli namuna degani. Namuna o'zi misol degan ma'noda keladi. Myon ham bu ko'rib turganlaringlardek mana bu yerdagi tashrif qog'ozi deydi o'zbekchasiga yoki ko'pincha biz nima vizitka deb o'rganib qolganmiz. Vizitka. Bu yerda ismi, familiyasi, qanaqa xizmat ko'rsatishi, telefon nomeri, shunaqa adreslari, shunaqa ma'lumotlar yozilgan bo'ladi. Xo'p, endi ikki kishi suhbat qilyapti, ko'ryapsizlar. Ikki kishi suhbat qilyapti-ganda, bittasi ikkinchisidan nima so'rayapti ekan? Myonham vizitka, tashrif qog'ozini bering deyapti ekan. Bu yerdagi chom degani ularda ba'zida birozga, ba'zida iltimosga, iltimos tarjimalariga to'g'ri kelib ketadi. Endi bu yerda myonham chom chusayo degan so'zi iltimos nima? Tashrif qog'ozingizni bering. Tashrif qog'oz bering, iltimos degan ma'noda kelyapti. Xo'p, endi rasmlarga qarab turib, tepadagi 4 ta bizga berilgan rasmlardan qaysi birini qo'yishimiz mumkin, qaysi birini so'rashi mumkin va unga qanday javob berish mumkinligini bir qator yozib ko'ramiz. Xo'p, bu rasmni ko'rayotganinglardek, bu rasm nima bo'lyapti? Nimaga o'xshayapti? Qaltirayapti, ko'ryapsiz. Qaltir qilyapti. Demak, bu sovqotyapti. Sovqotsa nima beramiz? Hyudzi bu nima? Salfetka. Bu rasmda yaxshi ko'rinmagan bo'lishi mumkin. Bu salfetka. Angon ko'rib turganinglar, achki, mul bu suv, ko'tti bo'lsa bu palto. Xo'p, sovqotgan odamga albatta palto bo'ladi. Endi bu yerda bu odam aytayaptiki, palto bering deydigan bo'lsa, qanaqa ishlatamiz? Albatta ko'ttini yozamiz bu yoqqa. Ko'tti bering bo'lsa chusayo. Sovqotyapman, palto bering. Sovqotyapman deb ko'tti chusayo desak, demak berayotgan odam nima deb berardi? Esimizdami? Yogi issoyo deb berish kerak bo'ladi. Ko'tti chusayo, palto bering, yogi issoyo, mana marhamat. Xo'p, endi ketdik ikkinchi rasmga qaraymiz. Ikkinchi rasmda menimcha bu yo'talyapti, og'zini to'sib yo'talyapti. Yo'talsa yoki aks ursa nima so'rashi mumkin? Suvmi, ko'zoynakmi yoki salfetkami? Albatta salfetka so'raydi. Bu yerda endi salfetkani biz
huge dedik. Huge. Agar lug'atimizda yo'q bo'lsa yozib qo'yishinglarni yana maslahat beraman. Endi huge bering bo'lsa yana chuseyo. Huge chuseyo. Salfetka bering. Huge chuseyo. Salfetka bering. Berayotgan odam yana nima deydi? Ne, ha yoki iso-yo. Ma'na marhamat degan ma'noda bo'ladi. Endi keyingisi biron narsa yeyapti ekanda, ko'ryapsizlar, qo'lini pirpiratyapti. Demak, qachon unaqa bo'ladi? Bironta achchiq taom iste'mol qilinsa, to'g'rimi? Xo'p, endi achchiq taomni nima kesadi? Bu yerda huge salfetkamiz chiqib ketdi, palto chiqib ketdi. Achchiq yesa ko'zoynak taqish kerak. Albatta suv ichish kerak bo'ladi. Endi bu odam nima qiladi? Suv so'raydi. Suv so'ragan taqdirda endi suvimiz mul bo'ldi. Mul chuseyo deb aytish kerak bo'ladi. Mul chuseyo, suv bering desa, berayotgan odam yana nima? Yogi albatta bersa yoki issoyo mana marhamat deb aytiladi. Xo'p, keyingi rasmimizda bu kishim Shinmun degani gazeta edi. Gazetaga qarayapti ekan, nima? Ko'zi o'tmayapti ekan. Endi ko'z o'tmasa albatta nima qiladi? Ko'zoynak so'raydi. Ko'zoynak so'rasa nima deb deyish kerak bu tog'amiz? Angyong bu ko'zoynak edi. Bering bo'lsa angyong chuseyo deb aytadi. Berayotgan odam yana yogi issoyo. Mana marhamat deb aytadi. Xo'p, menimcha tushunarli bo'ldi. Chuseyo hamda uni javobi yogi issoyo. Biron narsani so'ramoqchi bo'lsak, o'sha narsani kalisi nomi va chuseyoni ishlatganimiz o'zi kifoya qiladi. Misol uchun chek chuseyo, kitob bering, mana marhamat. Yoki hozirgidaqa angyong chuseyo, ko'zoynak bering. Berayotgan odam esa yogi issoyo, mana marhamat deb berishi qoidasiga to'g'ri keladi ularni. Xo'p, endi keyingi nimalarimizni bog'lovchi qo'shimchalarimizni o'rganamiz. Bu bog'lovchi qo'shimchalarimiz bular hago hamda guava. Ko'rib turganingizdek, bu yerda o'rtasida barobar qo'shimchasini qo'shganmiz. Bu nima degani deyilsa, hago hamda bu yoqdagi va qo'shimchalari ikkosi bir-biriga teng ma'noli qo'shimcha degani. Buni hozir yana pastda mustahkamlab o'rganamiz. Xo'p, endi qaranglar. Ot so'z turkumiga qo'shilib keladi bu ham. Ot so'z turkumiga qo'shilib kelib, ikki yoki undan ortiq shaxs va predmetlarni bog'lovchi qo'shimcha hisoblanadi. Endi tarjimasi hamda va bilan degan ma'nolarda keladi. Ikki yoki undan ortiq shaxs yoki predmetlarni bog'lashda, qo'shishda ishlatiladi. Xo'p, endi hago qo'shimchamiz patsimga qaramasdan qo'shilaveradi. Xuddi bundan oldingi chuseyo singari patsimga umuman qaramay qo'shiladi. Xo'p, misol uchun tekhago chiuge. Tek bu kitob edi. Hago deganimiz hamda va bilanga to'g'ri kelyapti-da. Kitob va kitob hamda kitob bilan chiuge o'chirgich bo'lyapti. Kitob bilan o'chirgich. Endi bu yerda patsim bor edi ham biz nima hago qo'shdik. Endi keyingi nimaga qarasak, birinchi patsim yo'g'ini beryapti. Bunda ham hago qo'shilsa qoida buzilmayapti. Endi chiuge o'chirgich edi. Chiuge hago tek o'chirgich hamda o'chirgich va kitob bo'lyapti. Bu yerda demak patsimga qaramasdan qo'shilib ketaverdi. Endi keyingi uni ma'nodosh qo'shimchalarida bu gua hamda va edi. Endi bularimiz patsimga qarab qo'shiladi. Lekin ikkovsini teng ma'noda ishlatsak bo'ladi. Xo'p, endi patsim bo'lsa, agar ot so'z turkumida patsim bo'lsa, demak gua qo'shamiz. Patsim bo'lsa gua.
hozirgi bu yerda misol qilib ko'rsatgan pattin borda hago bes nimasiga qaramasdan pattinga qaramasdan qo'shilgan edi. Endi gva qo'shimchasi esa pattinga qaraladi va pattin bo'lganda qo'shiladi. Check pattin bor, demak gvani qo'shamiz. Check gva tiuga kitob va o'chirgich. Xo'p, endi pattin bo'lmagan taqdirda esa va qo'shimchasi qo'shiladi. Va bu o'zimizning va bilan teng bir xil talaffuz qilinadi. Faqat endi bu pattin bo'lmaganda qo'shiladi. Tiugeda pattin yo'q, shuning uchun va qo'shilyapti-da, check bo'lyapti. Tiuge va check o'chirgich va kitob degan ma'nolarni bildiryapti. Xo'p, endi bu yerda diqqatimizni qaratish uchun bir nima berganmiz. Mana hago hamda guava qo'shimchalari teng ma'noli, mana shu yerda teng qo'yganimizning sababi teng ma'noli qo'shimchalar bo'lib, o'rin almashib kelsa ham ma'no o'zgarmaydi. Xuddi bizda misol hamda va bilan kabi so'zlarimiz o'zaro ma'nodosh bo'lib, o'rnini almashtirsak ham ma'no o'zgarmaydi-yu. Misol uchun kitob hamda o'chirgich sotib oldim. Kitob va o'chirgich sotib oldim. To'g'rimi? Xuddi shuni singari haguni o'rniga gva yoki vani pattimga qarab qo'yib ketsak ham bo'ladi, ma'no o'zgarmaydi. Mana bular bir xil ma'noli gaplar bo'lyapti. Xo'p, menimcha tushunarli bo'ldi. Kelinglar endi buni mashqlar orqali biroz mustahkamlaymiz. Xo'p, bu yerda ko'rib turganimizdek, bu rasmlar o'zi asli qayerdan olinyapti desanglar, bu rasmlar koreys diasporasida, koreys tilini o'rganayotgan o'qituvchilar, o'quvchilar orasida Saulte degan kitob juda mashhur. O'sha kitobning birinchi A qismining mashq kitobidan olinyapti. Agar imkoniyatlar bo'lsa, shunday kitobni PDF-ini olibmi yoki o'zingizlar chiqartirib olib, shu nimadan foydalanib, o'zingizlar bir yo'li mashq daftaringizlarga yozib, mustahkamlab ketsanglar bo'ladi. Xo'p, endi kelinglar bu narsaga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu sumka biroz o'shanaqa oq-qora va xiroroq chiqib qolgan, aka buyurmaysizlar. Bular esa kitob. Endi biz bu yerda sumka va kitob, sumka bilan kitob deyishimiz kerak edi. Sumkani o'tgan darslarimizda lug'atini yodlaganmiz. Sumka bu nima edi? Kabang bo'lardi-da. Endi bunga xohlasak hago qo'shsak, pattimga qaramay qo'shaveramiz. Kabang hago kitob bo'lsa check. Endi lekin guava qo'shadigan bo'lsak, gua yoki va qo'shimchalarini ishlatamiz deydigan bo'lsak, kabangda pattin borligi uchun biz gvasini olamiz. Va'ni ola olmaymiz. Kabangwa pattin borligi uchun gvani olamizda check, kabangwa check bo'ladi. Shunga tarjimasi sumka hamda kitob. Sumka bilan kitob degan ma'noni bildirdi. Xo'p, endi keyingi rasmni ko'rsak, bu gazeta hamda ruchka bo'lyapti. Gazetamiz biz Shinmun deb yodlaganmiz. Shinmun. Endi bu yerda yana pattin borligi uchun gvadan gvani ishlatamiz. Ruchka bo'lsa polpen, ruchka. Gazeta va ruchka bo'ldi. Gazeta va ruchka. Bu yerda xohlasak hago qo'shimchasini ham teng ma'noda ishlatsak bo'lardi. Yo buni qo'ysak ma'no o'zgarmaydi. Keyingi rasmlarimizda bu yerda bosh kiyim. Bu yerda bo'lsa soyabon. Kelinglar endi bularni biz o'rgangan chusayo, birinchi o'rgangan qo'shimchamiz chusayo. Bering qo'shimchasi bilan birga ishlatib ko'ramiz. Bosh kiyim o'zi moja bo'ladi, moja. Bu yerda pattin yo'qligi uchun va qo'shimchasini qo'yishimiz kerak bo'ladi. Agar xohlasak yoki bo'lmasam hago qo'shimchasi o'rnini bemalol almashtirib ketsa bo'ladi.
Xo'p, endi mo'ja va soyabon bo'lsa, usan soyabon. Bu lug'atlarimiz oldingi darslarimizda kelgan lug'atlar. Agar endi birinchi darslarimizni ko'rayotganlar bo'lsa, xohlasanglar yozib olinglar, bo'lmasa bundan oldingi 8-9 darslarni ko'rishni tavsiya qilamiz. Xo'p, mo'ja va usan. Mo'ja va usan bu bosh kiyim, bosh kiyim va soyabon bo'ldi. Endi buni bering degan ma'noda ishlatib ko'raylikchi. Bering degan ma'noda ishlatadigan bo'lsak, chu se yo. Endi nima dedik? Bosh kiyim va soyabon bering. Bosh kiyim va soyabon bering deb turib bironta do'konga yoki savdo qiladigan joylarga kirib, shu narsani aytishimiz mumkin, Koreyada bo'lib qoladigan bo'lsak. Shunda endi javoban nima bo'ladi? Ne, ha, mana marhamat deydigan bo'lsa, yoki isso yo. 모자 와 우산 주세요. 네, 여기 있어요. 모자 하고 우산 주세요. 네, 여기 있어요. Endi tushunarli bo'lyapti. Xo'p, keyingisi daftar va qalam bo'lyapti. Daftarimiz Kongchek edi. Xo'p, endi bunga bog'lovchilardan patchim borligi uchun gvani qo'shamiz. Yoki bo'lmasam yana hozirgidek hagoni qo'shishimiz mumkin. Yo buni qo'yamiz. Kongchek과 qalam bo'lsa 연필. Kongchek과 연필 bering. 주세요. Daftar va qalam bering. Daftar hamda qalam bering bo'lyapti. Xo'p, endi sotuvchi nima deydi? Bera turib yogi issoyo. Yogi issoyoda biz tanishib chiqdik. Bu mana marhamat. Xo'p, menimcha tushunarli bo'ldi. Keyinlar endi buni suhbatlar nimasida qanaqa ishlata olamiz. Buni bir qator ko'rib chiqamiz. Xo'p, ko'ryapsizlar, qanaqadir konstavar sotuvchi do'kon, bu yerda sotuvchi xola, bu yerda mijoz bo'lib bir yigit kelyapti ekan. Endi bu yerda mana ajumoni bundan oldingi lug'atimizda kelgan edi. Bundan oldingi darsimizda buni xola degan edik. Xola. Ayniqsa haligi ko'chadagi biron narsa qiladigan xola, radnoy xola emas. Hop, endi bu bolaning ismi esa Julian ekan. Julian bu kim bo'ldi? Bu sotib olayotgan mijoz ekan. Hop, oso o'seyo degani o'zi asli birma-bir tarjima qilsak, odatda umuman boshqa gap chiqadi-da, lekin bizning mentalitetga, bizning gaplashish logikamizga o'rganadigan bo'lsak, buni biz xush kelibsiz deb tarjima qilsak to'g'ri keladi. Xush kelibsiz. Yana bir qator aytaman, buni birma-bir tarjima qilsak, umuman boshqa ma'no chiqadi, lekin bizni mentalitetga xush kelibsiz degan tarjimaga to'g'ri keladi. Xo'p, endi nima? Sotuvchi xola xush kelibsiz deyapti. Bu yerda Julian mijozida Shinmun issoyo degani bor degani edi. Endi savol bo'layotganligi uchun bormi? Shinmun esa gazeta edi. Gazeta bormi deb savol beryapti. Gazeta bormi? Endi sotuvchi xola ne? Issoyo. Ha. Issoyo bor deb endi bu darak gapda ishlatyapti. Esinglarda bo'lsa, issoyoni ikki holatda ham ishlatishimiz mumkin edi. So'roq va darak gaplarda. So'roq gaplarda oddiy yozuvda so'roq belgisini qo'ysak kifoya edi. Darak gaplarda esa nuqta belgisini qo'ysak kifoya. Faqatgina talaffuzda so'roqni yo harfini, oxirgi yo harfini cho'zamiz. Darak gaplarda esa biroz qisqa qilamiz. Xo'p, endi keyingisi xola yana gapni davom ettiryapti-da. Hanguk 신문하고 나라 신문이 있어요.
한국 신문하고 한국 degani Koreya edi, Shinmun gazeta, hagu esa hozirgina o'rgangan va bilan qo'shimchamiz. Nara degani davlat edi, Shinmun yana gazeta. İssoyo degani bor degani bo'ldi. Koreya gazetasi va davlat gazetasi bor degan javobni beryapti. Bu endi gazetalarning nomi bo'lyapti. Koreya gazetasi va davlat gazetasi bor degan javob berdi. Javob berganda endi Julian Hanguk Shinmun Chuseyo yana bugun o'rgangan qo'shimchamiz Hanguk Shinmun Chuseyo. Endi bu Hanguk Koreya edi, Shinmun esa gazeta bo'lib turib, Chuseyo esa bugungi o'rgangan bering qo'shimchamiz edi. Koreya gazetasi bering degan gap aytyapti. Hola bo'lsa, beringning javobi yogi issoyo. Buni nima degan edik? Albatta ma'na marhamat bo'lyapti. Xo'p, menimcha suhbatlar orqali ham bu qo'shimchalarimiz qanday ishlatilishini biroz ko'rgan bo'ldik, tushunchalar hosil qildik. Mashqlarimizni muntazam bajarib borishingizni tavsiya qilamiz. Agarda biroz tushunmovchilik yoki tushunishga qiynalgan bo'lsanglar, videoni yana qayta ko'rib chiqishingiz mumkin. Xo'p, shu bilan bugungi o'rganganlarimiz shu joyigacha. Keyingi yana darslarimizda masofaviy ko'rishishga Alloh nasib qilsin. Mayli, sog' bo'linglar, yaxshi qolinglar, salomat bo'linglar. Annyeonghi, keseyo.